Shu uyimizni dominglarga barter qilsanglar bo'ladi. Xohlasanglar ipoteka yo'li bilan ham xarid qilishinglar mumkin. Bu uyimizni xohlasangiz jiloy, xohlasangiz nejiloy qilib foydalanishingiz mumkin. Bu uyimizni uzungina darvozaxonasi bo'ladi. Fasadiga bitta e'tibor beringlar. Erinmasdan mehrni berishgan ekan. Uyimizni umumiy maydoni 5 sotuq. Hovli qismida naves ostida yozgi oshxona hamda tapchanlar uchun joylar qoldirib ketilgan. Bu yoq tomonimizda bo'lsa bitta xonasi joylashgan. Uyimizning ichiga kirishimiz bilan shunaqa kattagina hol bizani kutib oldi. O'ng tomondagi birinchi xonasi oshxona bo'lar ekan, yonida katta mehmonxonasi joylashgan. Birinchi qavatimizning o'zida yana ikkita yotoqxona, yuvinish xonalari bilan. O'rtoqlar, uyimizning podvolini o'zi 170 kvadrat yaxlit desam ishonasizlarmi? Podvolimizga ichkaridan hamda hovlisidan tushsanglar bo'ladi. Ikkinchi qavatimizda bo'lsa yana bitta katta hol hamda 4 ta yotoqxona bo'ladi. Umumiy hisobda xonalarning soni 8 ta. Birinchi, ikkinchi qavatimizning o'zi 340 kvadrat. Narxini egalari bilan kelishsanglar bo'ladi. Uyimiz Sergeli tumani Ko'hna Qumariq Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan.